Daryo Bistrogan bitta, Bishkek bitta. Ke. Bu ikkinchi qozon bu, ikkinchi qozon. Assalomu alaykum. Sizlarni ishonchinglar bilan bitta emas, ikkita qozonda qo'yamiz. Niyatlamani qozonlarni ko'paytiryapmiz. Avvalo bizdan tanlayotganingiz uchun rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Halim birinchi qozon pishdi, ikkinchisi xudo xolasa kechgacha yetiladi. Kim nima desa, biz lekin baribir shu sariyog' bilan qilamiz. Mazasi juda ham totli bo'ladi. Ko'klamoyim ko'kingdan ber bir chingil deydi-yu. Daryoga kelib turib, halimdan 1 kilo tortib oling deydigan joyi. Somsa tog'irada bu qadrdonlar 5 kilo. No'xatlarni ustiga solib chiroyli qilib berishadi. Mana mehmonlarimizga ketyapti. Bunaqa halimlarni olib, mehr-oqibat qilib, qariyalarni, duogo'ylarni yo'qlasa, menimcha juda ham chiroyli kunda, juda ham chiroyli savobli bo'ladi. Bizda taomlarni shifo ham olib ketasizlar. Shifo bo'lsin.